Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari, hurmatli yurtdoshlar. Mana ko'rib turganinglar, Pulvavita degan o'simliklarni rivojlantiruvchi vitamin udabreni, vitamin ozuqa. Hozirgi kunda juda ko'pchilik savol beryapti. Daralarimiz yaxshi o'sish uchun, yaxshi rivojlanish uchun qanday ozuqalardan foydalanamiz deyapti. Albatta bu Pulvavita vitamin udabreni bu tabiiy ozuqa hisoblanadi. Hech qanday daraxtga ziyoni yo'q, haqiqatda foydasi kuchli bo'ladi. Buni tomirdan, bargidan bersanglar bo'ladi. Bargidan berish mumkin. Bu yerda barchasi dozalari yozilgan. Buni yaqindan ko'rsatishimiz mumkin mana. Stimulyator juda ham foydali. Qadrli yurtdoshlar, kimda agar mevali va manzarali daraxtlar bo'lsa, xona gullari bo'ladigan bo'lsa, yaxshi o'smayotgan bo'lsa, albatta mana shundan sepishinglarni tavsiya qilamiz. Juda ham foydali stimulyator, yaxshi rivojlantiradi, barglarni o'sishda, tomirlarni baquvvatlashda, daraxtlarning immunitetini yana ham kuchaytirishda buni o'rni juda ham katta. Har xil stress, mana hozirgi kunda havo harorat may oyiga xos bo'lmagan holatda havo harorat keskin oshib ketdi 5-10 gradusga. Albatta bunda oldini olish uchun bizda stimulyator bo'lishi kerak. O'simliklarni bargidan, tomirdan oziqlantirish berishimiz mumkin bo'ladi. Shu sababdan albatta mana shu stimulyatordan foydalanishinglarni so'rab qolamiz. Pulvavita degan mana ko'rishinglar mumkin. Telefon raqamlarini qoldiramiz, zakaz beraverasizlar. Rahmat hammaga.